uchun bu olimlar, bu cho'nglar nima deydigandi deb bizga to'rt ko'z bilan kutib turayotgan dunyoning har qaysi joylarda yashayotgan musofir Uyg'ur qarindoshlarimiz hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Programmamiz biroz kechikdi, chunki bu 4 kishininki vaqtining bir yerga kelishi bu bir muhim bir masala ekan. Bizningki akalarimizdan, bizningki yuksak o'qigan ilim odamlarimizdan 3 kishi bir yerga yig'ilib, men bilan 4 kishi bugun Uyg'urlarninki mavjudiyatiga asosliq munosabatli bo'lgan til va yiziq, hatto til yiziqqa bog'langan bizning hayotimiz to'g'risida 1 soatlik bir programma qilamiz. Programmadan avval shu ishkaranda hozir ko'rinayotgan akalarimizdan 3 kishini qisqacha o'zini tanishtirib berishga taklif qilaman, chunki nurg'un qarindoshlar bilsinmi, ba'zi qarindoshlarimiz ko'rmagan bo'lishi mumkin, hatto ba'zi bizning bu olimlarimizning, doktorlarimizning unvonini, qanchalik o'qiganligini, qanday jafo tortganligini bilmagan bo'lishi mumkin. Maqsad bularning jafosini ko'rsatmoqchi emas, balki bu ishning ahli ekanligini qarindoshlarımızı bildirish. Biz ishning ahlidan so'ramay, ishning ahlidan anglamay, ishning ahlidan bilmay bugungi kunda jiq ziyonlarni topdik. Bugun Qur'oni Karimdagi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan oyatni ijro qilamiz. Ya'ni sizlar so'ranglar, zikr ahlidan, shu ishni bildigan kishilardan so'ranglar deganlik uchun bugun bu yerga bizningki doktorlarimizdan adabiyot shunos ve edebiyatda doktorluk unvanı algan Alimcan İnayet akimizni teklif kıldık. Onundan başka matematik şunas ve malumat ilmide mutakassis olan Toğluq Abdurazak efendimini teklif kıldık. Onundan başka hemmanlı bildiğin şahslarımızdan birisi Ali Optik İnjineri Erkin Sıdık akimizni teklif kıldık. Ben qarindoshinglar Hüseyin Tecelli. Bu 4 kişi bugün özara sohbetleşiş, özara münazirleşiş orqali milletimizde bugünkü günde en qiyin bo'layotgan masalalardan birisi bo'lgan Uyg'urlarning til yiziqi va mavjudiyati degan bu temada qarindoshlarga biz o'zimizningki suhbatlarni sunamiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Men texnikalik masalaga qarab chiqishlarlikda doktor Alimjon Inoyat efendimni o'zini qisqacha tanishtirishga taklif qilaman. O'zlarini qisqacha tanishtirgan bo'lsalar. Assalomu alaykum. Assalamu alaikum qarindoshlar. Ben Alimjon Inoyat. Ben asli Turkmanlık. Şu 1980 Beyjan Cebinler Üniversitesi'nden Türkologiya sahası boyunca, yani Uygur Dili ve Edebiyat sahası boyunca baklavör unvanı algan. Onun dekin şu yine Beyjan'daki Milletler Neşriyatı'da tercüman ve tekrar bulup işleyen 1989 yılı şu İzmir'deki Ege Üniversitesi'nin davetnamesi boyunca Türkiye'ye gelip bu yerde Türk folkloru yani Türk halk edebiyatı sahası boyunca magisterlik akıdın şu doktorluk unvanı için okudum ve 1995 yılında şu Türk folkloru sahası boyunca doktorluk unvanı aldım. Onun için şu Ege Üniversitesi'nin Türk Dünyası Tatkikat Merkezi de lektör olup içildim, arkadan doçent olup içildim. Hazır 5-10 yıldan beri profesör olup işlevatılan. Bunun asası sağan Uygur Türk folkloru, yani bunun içinde Uygur folkloru mu var, Uygur halk edebiyatı mı var, ondan başka yana şu til ve edebiyat sahasında bazı ilmi tatbikatları mevcut. Hazırlıkta bu Türkiye'de bulup şu Uygur Dili Edebiyatı ve Yağız Edebiyatı sahası boyunca hele çok bazı ilmi emeklerinde geldim. Ben özümün usulüyle tanıştırarak, yani bu sohbet sırasında yine sohbet cereyanında yine gezdik gelkende, yani başka
Hazır noktalar şu olsa yine. oğullarım şu Türkiye'de kaysi mektepte işlevotlar? Hazır Türkiye'de İzmir diyen şehirdeki Ege Üniversitesi'den işlevatım ben. Bu Ege Üniversitesi'nin şu Türk Dünyası Tadqiqat İnstitutu bazen Türk Dünyası Tadqiqat Merkezi'ne de koymuş. Bu şehirde işlevatım ben. Bu bizdeki Türk Dünyası Tadqiqat İnstitutu şu bütün Orta Asya'daki Türkiye milletlerinin dili, edebiyatı, tarihi, sanat tarihi qadarlıq sahalar boyunca tadqiqat edip barıdığan bir merkez. Bu yerde biz asasen Türk dünyasından kelgen, Orta Asya'dan kelgen okumuşlarını terbiyeleyimiz. Türkiye'nin her qaysı joylarından kelip şu Orta Asya Türk dili edebiyatı boyunca magisterlik ve doktorluk okuyduğun okumakçı olan balalarga, okuvchilarga ders verimiz. Hazırlıkça bu yerde biz nurgun şu Türk dünyasıyla münasebetlik nurgun okuvchilarni yetiştirdik ve bu yetiştirgen okuvchilarimiz asasen üniversitelerde işleyip bu okuvchilarimizin köp kısmı doçent buludu, profesör buludu, ama yine öz sahası boyunca Türk dünyası bilen münasebetlik derslerini verdi. Ular texnik okuvchilarni Türkologiya sahası boyunca texnik okuvchilarni yetiştirip çıkıdı. Benim işlevatkan saham muşandı. Biz tabii ki bu jarayonda Uyghur tili edebiyatı bilen münasebetini hayli köp mutaxassis yetiştirdik. Ularning aldı doçent bo'ldi üniversitelerde. Elim o yetişvatkanlarga olumuz yani 3-4-5 kişi şu doktor Uyghur tili sahası boyunca işimiz asasen benim vazifem asasen Uyghur dili edebiyatı medeniyeti bilen münasebetlik dersler veriş ve bu saat yetişmekçi olan okuşlarını birleş. Allah razı olsun. Başka oklavası yani ileride gezgeyende yani sözler. Allah razı olsun. Sizdek ilim adamlarımızın bütün halkının tanışı intayim muyum. Aslında Şarkı Türkistan'da boğan bolsa bir millet beşiği alıdı, altın kılıp, tacı kılıp beşiği kiydi. Ama rızkımızın Allah Teala çetelge bağlaptı. Çetelde şu muşunçilik kadirlindikimiz, muşunçilik hürmetindikimiz. Allah razı olsun. Ben toğluqkamni özünü kısıkça tanıştırışqa teklif kılsam. Assalamu alaikum Hüseyin Cildukka. Şu bugünkü sohbetimizni o'rinlashtirganing vaqt chiqarib o'rinlashtirganing oldin Allah rahmat aytma. Endin şu ekran oldidagi barliq ko'rurmanlarga o'zimning ayrim salomim bor. Belki ba'zilar meni tanıysizlar, belki tanımaydiganlar bor bo'lishi mumkin. Men endi bu yerda qisqacha o'zim bir tanishtirib o'tay. Ben 88 yılı chetga chiqqan. Dastlab Angliyada bir yil Warwick Universiteti matematik institutida mutaxassis bo'lib bir yil ishladim. Shu ishlash jarayonida Amerikaga graduate school imtihon berib, ben Amerikaningki UNC Chapel Hill degan bir dunyoda donliq bir universitetlarning biri. Shuningki şu pure mathematics deymiz, abstract algebra kasbga kirgan. Ben Amerikaga kelishdim burun o'zim şu 10 yildak şu abstract algebra şu kasbni tadqiqot etib borgandim. 1982 yılı üniversitetini bitirib, şu Şarkı Türkistan'daki üniversitenin matematik fakulteti o'qituvchi bo'lib, şu yerda qolgandim. Keyin şu yerda lektor oldum. Şu jarayonlarda inglizceni o'zim o'rganib degandek şu fen texnikaga bo'lgan, bo'lib matematikaga bo'lgan qiziqarligimdan şu dunyoda eng ilg'or bo'lgan şu Amerikaga berib qilay deb, ben dunyoda eng obdan cho'ng maktablarning birisi UNC Chapel Hill'dan shu yerga kirgandim. Keyin shu jarayonda men shu doktorlik o'qishdim. Shu jarayonda men o'zimningki şu applied mathematics deymiz, qo'llanish matematika bo'lgan bir alayda bir o'zimning alayligim bağlığını o'zimning shunun qiziqqanligimni nim qilib men o'zimning doktorim bilan professorim bilan suhbatlashib men
North Carolina State University өткіліп кіріп, әшәді биоmatematika fakultetda şu yerdə oxub, şu yerdə oxuşumunu bitirdim. Ondan keyin şuningdan tortib ta bugunga qadar endi shu ma'lumot ilmi deymiz, data science deydi. Shu sohada ishlab keldim. Mening kasbim shu. O'zimningki qilayotgan tadqiqotlarim shirkatlarda nurg'un shirkatlarda ishlab keldim. Ularni deb jumayman ish qilib, meningki maktab kirishimdan tortib bugunga qadar asosan shu matematik sohasi, ma'lumot ilmi degan bir sohada ishlab keldim. Ma'lumot ilmi degan o'zini aytib cho'ng bir ilm. Bu yerda bugungi maqsad uni tonishtirish emas. O'zimni men shunchalik tonishtirib turay. Endi qolgan gaplar olsa bugun vaqtmi bir yer berib qolibdi. Qolgan savol yoki jarayonda o'zimni abay olimjon deb o'tgandek orliqlar yana o'zimni tonishtirish to'g'ri kelsa yana ozroq tushuntirsam bo'ldi. Masalan, til jihatdagi o'zimning nima alayliklarim bor, nima uchun bu til qiziqaman deganlarda mening ayrim bir mening. Bu to'g'riliq ozroq bir tushuntirib o'tay. Men o'zim kichigimdan tortib tilga nihoyat qiziqatdim. Shu masalan shu yangi yoziq deymiz, qo'ni yoziq deymiz, endi uning qadim Uyg'ur yoziqlari, undan keyin men chetga chiqqandan keyin uyg'urlanguage.com deb bir sahifani ochgandim, u uyg'urtili.com degan. Uni men 1994-yilda ochgan. 94-yilda ichib, shuningdan keyin ta shu 10 yillik davom surib, endi keyin u vaqtlarda bizning ishlatganimiz erkinsizlikni bildi. Bu masala to'g'risida inshaalloh men tafsiliy so'rayman sizdan, chunki birozdan keyin bu to'g'risida yana nima qilamiz. Bo'ladi. Erkin demak 10 yillikqa shunaqa nimani shu to'rni ochganligim to'g'riliq bir qisqa so'zlay shu ba'zilar meni tilda xabar yo'qmikin deb qolmasin deyman-ku shu. Yo'q, inshaalloh sizni hech nima deb qolmaymiz. Bu bizning millatimizda masalan mush programmani qilib qo'yuvchi nurg'un inkoslar tushdi. Hozir inkoslar intayin yaxshi. Hozir bir 100 ga yaqin qarindishimiz bizni izlayotdi. Alloh razı olsun. Tag'imi oshidi. U orliqda erkin kaslar bir qisqacha tanishtirib o'tib ketamdan aslini tonimasaqmi bo'ladi? Yo'q, tanishmasaqmi bo'ladi ama bu vaqtda bo'ladi. Xo'sh, Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Olimjini kamni nihoyat qisqa tonib o'tdik. To'liq kamni nihoyat qisqa tonib o'tdik aslında bu akalarimizni, bu olimlarimizni biz nihoyat uzun tanishimiz kerak. Balkim insoniyat ezeldan davomlashib kelayotgan bir qoida bor o'xshaydi. O'lib ketgandan keyin u kishini tanishtiradigan, u kishining qadriga yetadigan, u kishining tarixini yozadigan. Shuning sizlarning o'lib ketishinglarni saqlasak bo'ldigan o'xshaydi. Taqimi ko'p tanishtirish uchun, taqimi ko'p yozish uchun. Ammo Allohdan tilayman. Hayat vaqtimizda yezilishimizni, hayat vaqtimizda tanilishimizni, hayat vaqtimizda ömrümüzün uzun bo'lishini Üçünlarga Allah'tan uzun ömür, bereketli ömür tileymen inşallah. Çünkü biz birbirimizin kaderini kılmagandan keyin, birbirimizin tanımagandan keyin Allah'ın cezası bizge uçqap hazırki bu kıyınçılık vaktimizden nemesi uzurap gidiyor. Şunun için Allah Subhanahu wa Taala bizlerini birbirimizge ecil inak kırındaşlardan kıysun, birbirimizin tanıydıgan hakiki müminlerin qatardan qilsin. Temaga qaytib kelsak, bugungi tema Uyg'urlarning til yiziqi va mavjudiyati. Albatta bu nihoyat uzun yillik bir masala. Alloh insonni yaratgandan tortib unga til ato qilgan. Uningdan keyin insonlarga va allama bil qalam deb insonni yaratgandan keyin insonga qalamni bergan Alloh taolo. Qalam keyingi zamonda Mesopotamiyadagi yiziqlarning ijod qilinishiga bog'lanadi. Belki bu şu Adem Aleyhisselatü Vesselam'ınki şu tarihi bağlanıdı. Bizge bunu ata kıldı ama biz bunu bilmeye geldik. Bu kalemnin muhimliğini, til yiziqinin muhimliğini. Tarihte başkalar tarafından til yiziqlarımız nurgun böhran uçkap geldi. Bolabı bugünkü günde gepnin kıskısı Xitay bizim tilimizni, yiziqimizni yok kılış için nurgun hareket kıldı. 50-60 yıldan beri. Bugünkü günde tilimizni, yiziqimizni asas cihetten yok kılış girdağına kep koydu. Şunun için buna bir chiqish yo'li tepish uchun sizlardek bir til yiziq bildigan, buning ijodiyatini qilayotgan, buni tadqiq qilgan insonlardan so'rashga to'g'ri keldi. Shuning so'zni men oldi bilan olimjinikamga bersam, bu til va yiziq masalasi ustida dastlabki bir kirish yapsa, undan keyin shuning qarta biz
Suallarning oyog'ini tushirsak deyman. Rahmet. Endi bu hozirgi ciddi mesele şu Uygur tili ve yazık meselesi. Bu meseleni düşünüş için aldı bilen gapni yazıktan başlash lazım deb o'ylayman. Chunki yazık bir medeniyetning dastlabki ishorati. Medeniyet yazık bilan boshlangan, tarix yazık bilan boshlangan. Ama biz Uygur yazık tarihinden, yani yazık medeniyet tarihine qaraydigan bo'lsak, şu Uygurlar dünyada şu Uygurlardaki köp yazık almashtırgan, Uygurlarda köp yazık özgertken başka millet yok. Ta eskiden, yani kadimden hazırga kadar ondan köp yazık kubul kılıp işletken, almashtırgan, özgertip kelgen. Bu yazıklı medeniyetdeki muhim bir işaretleyimiz ama devamlılık yazıkını özgertleyiş, almashtırış mı? Medeniyetdeki terakkiyatı için ayette selbi tesir gösteren bir ehval, medeniyetdeki terakkiyatını tosalı bulduğun bir ehval. Ama şundak olsun Uygur halkı, yani biz Uygurlar tarih boyunca yani Türkiye milletler tarihi nispeten çoğun ve parlak medeniyet yaratkan bir millet. Eğer tarih boyunca köp yazıp özgertmeyen bolsak, birli yazıkını kullanıp işletken bolsak, belki Uygur medeniyeti bugün tehimi yukarı seviyede terakkitan buluşu mümkün. Ama hakikaten efsuslandık ki tarihten beri şu uzun kadimden hazır kadar Uygurlar devamlı yazıkını özgertip gelgen, almashtırıp gelgen. Elbette bunundaki en çok sebep iktisadi sebep gösterimiz, onundaki bu şu din, bu dini itikat meselesine ait çok rol oynayan bu yazık almashtırışta. Yani mesela şu 20. asırlar kelgende Uygurların yazık özgertişinde bu siyasi vaziyet, bu siyasi sebepine ait çok rol oynayan. Bu meyli Sovyetler İttifakı olsun, meyli Xitay Komünist Partisi devri olsun. Bu ahırkı şu 20. asırda, 21. asırda Uygurların en ciddi duş gelen meselesi yazık. Yani bu komünist tüzüm, komünist ideolojiye özgürlüğü Maksudaki uygun nişanlı uygun bir şekilde Uygurlara şu Pin'in yazıkını mecbur tanıgan. Yani bu yerde siyasi sebep ait inik. Ama yani bir zaten şu tarih Uygurlarındaki yazık medeniyet tarihi qaraydigan bolsak, bunun bu yazık almashtırışta bazı iktisadi sebeplerinin muhim rol oynadığını görürleyiz. Mesela Soğut yazılı diyen bir yazık var Uygur yazıkta. Bu Soğutlar Milladın 2. 4. 5. yüzyıllarda Orta Asya'da nihayette iktisadi cihetine terakkan bir millet iken. Bu Soğut tili Orta Asya'daki şu ticari sahada nihayette inavetli bir til olan. Şuna Uygurlar bulup mu milladın 2. 4. 5. yüzyıllarda eserlerde Uygurlarmı Orta Asya'da şu inavetli til olan Soğut tilinin yazığını kılıp işletken. Keyin bu yazık arkalık mani itikadıga ait bazı materyallar, kitaplarını mani doktrin neyimiz mani itikadıga ait desturlarını olanı şu Soğut yazığı bilen hatırlap gelgen. Ondan burun Soğut yazıkıdan burun Uygurlar nemi kandak yazık kullanılan desem lan Uygurlar onundan burun Köhtürk yazıkı dep atalgan bir yazını kullanılan işletken. Bu Köhtürk yazıkı runik elitesi de atıldı dünya literatüründe. Bu Köhtürk yazıkı şu Türklerinin eseri. Uygurlarmı cümleden Uygurlarmı en kadimki ve milli bir yazık. Yani başka milletlerden kabul kılan bir yazık emez bu. O Türkler özü icat kılıp işletken bir yazık. Köhtürk devrinde bu yazık işletilgen.
keyin Uyg'ur xonligi davridimi Uyg'urlar shu Köktürk yezigini işletishini devam qilgan. Mesela bu yezik miladdan keyinki 8. yüzyıldan 10. yüzyıllara kadar şu 10. asırlara kadar Köktürk yezik işletilgan. Mesela Turpan'da tepilgan, Dungan'da tepilgan ilk bir kitap şu Köktürk yezik bilan hatırlangan. Sizning uchun shu Uyg'urlar tarixdan bir şey bir savol qaytib qo'yay. Tarixdan beri bugungi kungacha qancha qitim yozib almashtirgan bu sizlarcha? Ondan köp yezik. Ben bunların hemsini sizge dep bereyim. Mesela Köktürk yeziği, Soğuk yeziği, Mani yeziği, Kadimki Uygur yeziği, Brahmi yeziği, Süryani yani Suriye yeziği, Tibet yeziği, Arap yeziği ve Latin yeziği, Slavyan yeziği. Yani 11 yezik köstük vereleymen. Ama bu şu Şarkı Türkistan təbəsində Türkologlarındaki teşrif bekçisi qarğanda 17 xil yezik işletilgan ekan. Bu şu Şarkı Türkistan, Turpan, Qashqar, Dungan ki bu şu Şarkı Türkistan təbəsində. O 17 xil yezik işletilgan ve 17 xil yezik bilan 22 xil til hatırlangan. Şuna bu Türkologlar bunu teşrif çıkandıkken hayran kalgan. Bu Uygur Şarkı Türkistan yani burun bu yere Uygur eli de aktarılgan bu İdikut kanlığı devrede. Bu tevrede 17 xil yazıtının mevcut bulup duruşu Türkologlarına ait hayran kaldırgan. Bunu Uygurlarındaki Epuçan, tenkosaklık karakterge bağlap düşendirdi bu meselenin. Çünkü dünyada Uygurlarda Kenkusak, Epuçan bir başka millet yok. Demişim dese anlamış 17 xil yazım bir yerde bir rayonda işletken ve bu rayonda kılmıkıl dinli itikatlar yaşayalıgan. Mesela Budizm, Mani, onundaki Hristiyanlarındaki Nesturi dinimi şu Turpan Murtuk rayonunda şu başka Müslümanlar bilen, Budistler bilen birle yaşayalım. Şuna bu Uygurlardaki Erkuçanlık Kenkosos meselesi nihayette ciddi tatbik değişlik bir mesele. Bu yani nurgun yazıklar bu tevelde Uygurlar tarafından işletilgen hatta bazı Xitay Türkologlar Xitay yazıkının Uygurlar tarafından işletilgenlerini kayıt kıldı. Lakin bu doğru emas. Bazı materyallar karaydıgan olsak bu Xitayca bazı sözler kayıt kılıngan. Lakin bu Uygur dilinin fonetik sistemisiga mas kelmeydigan bir yazık o Xitay yazığı. Şuna Xitay yazıkını Uygur dilini hatırlash üçün işletilgen bir yazık dep qarash doğru emas. Fakat bazı materyallarda şu tekst içinde bazı Xitayca sözler, Xitayca nimi bilen, Xitayca yazık bilen yazıp koyulgan. O başka bir mesele tabi. Şuna Uygurlardaki yazık medeniyet tarihi ait mürekkep bir ceryan. Bunun yaxşı tatbik kılınışı lazım. Bu hazırki vaziyette yeni yazık, yeni Latin yazık işletimiz mi, konizm işletimiz mi diyen meselenin hal kılış için aldığından Uygurlarının şu uzun bir yazık medeniyet tarihini yaxşı tatbik kılış lazım. Elbette bu yazıklarının kabul kılınışı da yani Uygurlar tarafından kabul kılınıp işletilmesi de dini etikatlarının mühim sebep hikayelerini eğitip öttüm. Uygurlar şu tarihte Şaman Kökten bu en destekli Kök Tanrı dini var. İşlengen yin Şaman dini var. İşlengen Şaman dinindeki şu Budizm dini işlengen, onundaki Mani dini işlengen, Mani dinindeki Hristiyanlarındaki Nesturi dini işlengen, kiyin bu İslamiyet'e girgen 10. yüzyılda. Bu dini itikatlar almışkan vakitte Uygurlar şu dini itikatniki
diniy e'tiqod işletilgan yeziklarni mı birlik qabul qilgan. Mesela bunun en yaxshi misali Uyg'urlar 10. yüzyılda Müslüman bo'lgandan keyin derhal Arap yezigini işletishga başlagan. Bu din o'zgargandan keyin yangi bir dinga kirgandan keyin o dinga ait yezikni birlik ishlatishni bir an'ana qilib olgan Uyg'urlar. Çünkü burunki diniy e'tiqodlarga qaraydigan bo'lsak, mesela mani diniga ishongan vaqtda mani elifbasini ishlatgan, yezigini ishlatgan. Hristiyanlarniki Nestori dinini qabul qilgan vaqtda Suriya yezigini ishlatgan. Budizm dinini qabul qilgan vaqtda Brahmi ve bu Tibet yezigini ishlatgan. Bu nait aniq, yani diniy e'tiqodlar nait zich munosabat Uyg'urlarniki elifba almashtirishda. Ama bu 20. yüzyıldaki elifba almashtirishda bu diniy e'tiqoddan ko'proq şu ideologiya, yani siyasi sebep aldığın planga çıkan. Şuna Uygurlar'daki medeni bu yezik tarihi naitti, mürekkep bir tarih nait köp şu davalguş bir ceryan davalguş bir ceryanı 5'ne ötüzgen Uygur yezik tarihi. Yani bu tarihine yaxşı tatbik qilgandiki ko'rib chiqqandiki hozirgi bo'layotgan şu yezik almashtirish meselesini şu taraftan bu tarihke dayangan şekilde hal kılışımız lazım. Hazır ayette bu yeni yezik ve kolonizik meselesi ayette ciddi bir şekilde talaş tartışılmadı da biz bu yeniden yezikin özgerişimiz lazım mı? Lazım emes mi? Bunun bir gerek var mı? Yani ihtiyaç var mı? İhtiyaç yok mu meselesi? Ciddi münazır kılmadı da hazır Uygur cemaati da. Şuna bulanı yaxşı ve doğru hal kılış için tarihimizin yaxşı bilişimiz lazım da oylayman. Allah razı olsun. Ben bir sual sorsam buram demiş edi. Ruhsat var mı? Sorsun. Oldu. Muşu hazırkı zaman Uygur tillerinin muşu özgürlük jarayonini bir kısaca dağıtken bolsanız, mesela benim bilişimce 10. asırdan başlanmış 19. asırlargacha şöyle Çağatay Uygur tili deymiz. Muşu şimdi hazırkı zaman Uygur tili asas o'xshash muşu ba'zilar hamda Uygur Arap yeziği deydi go hamda. Şunundan tartib bo'lgan o'zgarishlar, mesela şu to'g'riliq bir qisqacha tunishtirayotgan bo'lsangiz, 60-yillar yangi yezik paydo bo'ldi diye. Shuning mening azroq bir ko'z qarashim borki, shu to'g'ri. Xitoy bizningki Sharq Turkistonni besib olgandan keyin qandaq bir yezik almashtirdik. Bu qanday shaklda bo'ldi? Buni qisqacha bir tunishtirib bersin. Bo'ldi. Bu biraz evvel deb o'tgandek 10. asrdan itibaren Uygurlar Müslüman bo'lgan, ya'ni Sotiq Bo'raxonni yaxshi bilasizlar. Sotiq Bo'raxonning boshchiligida şu Kartxanlılar zamanında Uygurlar Müslüman bo'lgan. Müslüman bo'lgandan keyin İslam dini bilan munosabatlik bo'lganligi uchun Arab elifbasini, Arab yezigini qabul qilib ishlatgan. Bu yezik keyin Çağatay yeziği deb ataldı, keyingi vaqtlarda Çağatay yeziği deb atalgan. Bu yezik Arab tilining fonetiklik sistemasiga uygun bir yezik. Keyin buni Uygurlar qabul qilgandan keyin bu yezikni Uygur tilining fonetik sistemasiga moslashtirish uchun ko'p qatim isloh qilgan. Mesela o dat gibi bazı nimeler var, tavuş. En az 4-5 tane tavuş Uygurca'da bulungan, yani Arapça'da bulungan tavuşlar. Bu tavuşlarını keyin Uygur bilim adamları islah kılıp bu Arap yeziğini Uygur dilinin şu fonetik sistemasiga en uygun bir şekilde etkileyen, maslaştırgan. Elbette bu jarayon nurgul imla tuzitish bo'ldi olimlarimizdan. Çünkü mesela Çağatay devredeki bu yeziklarga metin tekstler qaydan bo'lsak, mesela kelimendeki yani sözneki yiltizi bilen qo'shimchalar ayrım yazıldı. Bunu hatta şu 1970 yıllara kadar bazı Uygur sahasındaki bazı kişiler şu xat yazan vaqtda kendi sözündeki yıldızı bilen qo'shimchani ayırıp yazdırgan ehvollar bo'lgan.
bu Çağatay devrideki mühim yani imla kayıtlarının biriydi. Azım tabi bu Uygur dilindeki Uygur Uygur yazıkındaki imla meselesi ve helbum yok. Bazıları imla meselesiga nimani söhbettin biraz keyindi kirsek, mushu til mushu 49 yildan keyin qancha qitim til yengishildik, buning bizga kelgan ta'sirini biraz so'zlab paslar. Ondan keyin gelmekte. Şimdi bu 1920 yıllardan keyin Sovyetler İttifakı Orta Asya'daki Türkiye milletler için bir Latin elifbesi layihasını oturup koyup bunu teşebbüs kılgan. Keyin hatta şu vakta 1930 yıllarda şu Sovyetler İttifakı'daki Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek diyendeki Türkiye milletler bu Latin yazgını işletken. Keyin 1927 yıl, 6-27 yılları şu nimede Bakü'de, Azerbaycan'ın payitahtı Bakü'de birinci nöbetlik Halkara Türkologiya ilmi muhakeme yığını açıldı. Şu yığında bu Latin yazgın işiltiş karar kılıngan. Keyin bu yığındaki Türkiye, yani Türkiye'nin rehberi Mustafa Kemal Atatürk mu? Bu şu Latin yazgın işiltişini karar kılıp 1927-1928 yıldır Türkiye'de bir ahla Latin yazgını ötüp ketken. Ötkendeki bu Sovyet İttifakı Türkiye bilen, Türklerin yazgı bilen Orta Asya'daki Türkiye milletlerinin yazgını okşap kalmaslık için ola derhal şu Latin yazgını işiltişini vazgeçip Orta Asya'daki Türkiye milletlerine Slavyan yani Kiril edipbesini yazgını mecburi tanı. Keyin bu Orta Asya'daki Türkiye milletlerindeki işletken Latin yazgı 1937 yılda işletilген. 37 yılda amelden kalgan bu yazgı. Ama şu arada bu Orta Asya'daki Uygurlar mı, Kazak, Kırgızlar mı şu Latin yazgı işletken. Ama bizdeki memleket karadan bolsak bu 1956 yılları 56 ve 60 yıllara kadar 58 yıla kadar yani 1956-1958 yılları şu Şarkı Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız, Özbekler için mi bu şu Slavyan yazığı işiltişini mecbur tanıgan. Keyin bu Slavyan yazığı Latin yazığı işletken 1956-58 yıllarda. Keyin bu emelden kaldırılıp keyin bu Xitay hükümeti Pinyin elifbesi asasındaki bir Latin yazgını uygulama kabul kıldıran. Bunun asas sebep şu. Sovyetlerden Xitay ortasındaki münasebet yirikleşkendeki bu Şarkı Türkistan'daki Kazak Kırgızlarının, Türkiye milletlerinin Slavyan yazgının işletişini Xitay kalmay özünki Pinyin elifbesi asasında bir Latin yazgı işler çıkıp Uygurlara mecburi tanınan. Bu Uygurlardaki bu Latin yazgı 60. yıllarda sınav tarihte elip verilgan keyin bu 70. yıllargacha bu Şarkı Türkistan miqyasida bu mumlaşkan. Biz 82 yıllık ayakta bu Şarkı Türkistan'daki Latin yazgı emelden kaldırılıp tekrar Arap yazgı tekrar ütüş meselesi oturup koyuldu, karar kılındı ve 1982 yılından itibaren bütün Şarkı Türkistan miqyasında hasta şu Arap elifbesi ütüş bir başlık. Mesela ben şahsen o başlangıç mektepte Latin yazgı bilen savadını çıkardım. Ve 1982 yılında Arapça ötkenlikin Uygurlar ama özem mecburen Arap yazgının öğrenişke mecbur bolgan. Şu vakitte ben Latin elifbesi bilen tahsil görgen. Allah razı olsun. Hazırgıcı
Bu aslında bu temalarni siz bilan ayrim to'xtalsak, shu qadimdan hozirgacha bo'lgan qo'llanib kelayotgan yezigimiz, tilimizni tafsiliy so'zlasak nihoyat yaxshi bo'ladi, ammo bu 1 soatlik program bo'lganligi uchun bu ikkilangan so'z haqi berish bo'lganligi uchun ba'zi so'zlarni kesib o'tib, o'dilla ba'zi temani burashga to'g'ri kelib qoldi. Sizlar kelmoqchi bo'lgan nuqtaga biroz o'zim oldirtib qo'yib qoldim. Buning oxirini yana men birozdan keyin sizlarga so'z bersam, to'g'liqkamninki bu to'g'risida masalan hozir men bir narsani tutdim. Ya'ni Olimjon akamninki so'zidan Uyg'urlarninki yiziq til almashtirmagan bo'lsa-mu, yiziq almashtirishi ham til bilan yiziqning almashtirilishi bilan o'ttirda qanday farq chiqadi, uni yanılam sizlar deb beralaysizlar. Ya'ni yiziq almashdi degan gap, til almashdi degan gap chiqamdi. Bunaga javob olamiz inshaalloh. Ya'ni Uyg'urlarning yiziq almashtirishi Uyg'urlarni ko'p qitim taraqqiyotini keyniga chekindudi degan bir narsani yoqlayotganligini his qilyapman. Bunga qanday qaraysiz siz? Ya'ni til yiziqning almashtirilishi bilan bir millat keyniga chekinamdi yoki buning qanday munosabati var? Buni bir ochiqlab bergan bo'lsa, to'g'liq kesligi so'zni bersin. Endi bu yezik bilan til bir-biriga bog'liq aslında. Ama yezik o'zgardi degan gap, til o'zgardi degan gap emas. Tilimiz o'zgargani yo'q. Bu qadimdan hozirgacha Uyg'ur tili o'zgargani yo'q. Tabii ki taraqqiy qildi. Lekin faqat bir yer o'tib qilib, yangidan boshlagan bir til emas. Lekin bu yezikning bunchalik ko'p o'zgartirishi, almashtirilishi albatta şu medeniyetning taraqqiyoti uchun salbiy bir ta'siri var. Yani medeniyetning taraqqiyotini to'sqinlik qilgan bir hodisa. Nima uchun desanglar, masalan 10. yüzyıldan 20. yüzyılgacha kadar Uyg'urlar Arap yezigini ishlatdi. Endi bo'lsa Latincha o'tish lozim deb qaralyapti. Latincha o'tgandan keyin bizning bir avlod yoshlarimiz, o'smirlarimiz 1000 yillik medeniyet jo'lanmasini mahrum qoldi degan gap. Bu 1000 yillik medeniyet jo'lanması bir millatdagi medeniyet, milliy kimligida, medeniyet kimligida, etnik kimligida nihoyatda cho'ng rol o'ynaydigan bir hodisa. Yani bu medeniyet olmasının bir milletning milli kimligi shakllanmaydi. Buna bu 1000 yillik medeniyet jo'lanmasini mahrum qoldi degan gap, şu Uyg'urlar medeniyetga yangi, yani noldan boshladi degan gap aslında. Shuna bu yezik o'zgartirish sel çağlardan bir mesele emas, ciddi bir mesele. Shuna bu yezikni o'zgartgan vaqtda to'qim medeniyetdagi taraqqiyot ahvoliga, taraqqiyotga mümkün kadar az ta'sir qilgan bir şekilde tadbirlar qo'llanib, az bir şekilde saqlangan meselelerni ko'rilgan meselelerni hal qilish orqali o'tish lozim. Aslında qarshi Allah razı olsun. Bu til yiziq meselesininki sizinki bir narsa deb qo'yadi. Uyg'urlarda bu o'zgartgan vaqtda biri yezikni qabul qilib, burungi yezikni biroqli tashlab o'tgan emas. Mesela bu 11-12 yüzyıllardaki kitaplar qaraydigan bo'lsangiz ve o'xshash bir kitap bir tarafta qadim Uyg'ur yezigi bilan yozilgan, yana bir tarafta Arab yezigi bilan yozilgan. Yani bir yezikni qabul qilib, yana bir yezikni biroqli tashlab o'tgan emas. Ma'lum mezgil birlikte paralel bir şekilde işiltip o yeni kılıngan yezik mumlaşkandan keyin qadimki burunki yeziklar tashlab etilgan. Buna bu tecrübeni yaxshi bilishimiz lazım. Hazır mesela Uyg'urlar kontentini ishlatyapmiz. Şu matbuada, sapınal nesriyatida. Ama bu internet tor betlerde yeni yazıp işletyapmiz. Yani bu iki yazını paralel işletyapmiz degan gap. Hazır mesela biz Latin yazıgını eğer qabul qilib davomlashtirgan bo'lsak, rahla bizni ko'ngildan tashib etmaymiz. Bu uzun bir mezgil ko'ngilni paralel bir şekilde işletishga majburmiz. Yeni yazık eğer bütün evlatlarımız arasında mumlaşıp
nihoyatda yaxshi o'zlashgandan keyin undan keyin bu boshqa burunqi yoziq arab yoziqi balki amalni qilish mumkin. Ammo shu anda bizning bunday rahmat tashlash imkonimiz yo'q. Bu to'g'risida to'g'riliqga siz qanday qaraysiz? Uyg'urlarning yiziq yengushlash masalasida bu olimjinkam bu til yiziq mutaxassisi, ya'ni bu adabiyotda doktorlik olgan bir kishi, ya'ni bir millatninki til yiziqini to'liq yengushlashi uning taraqqiyotiga to'sqinlik qiladi degan bir yakun asos jihatdan chiqadi. To'g'riliqga sizga men so'zni bersam, siz bu to'g'risida ikki qiz gap qiling. Bo'ldi. Bu yiziq to'g'risida meningki shaxsiy ko'z qarashim nihoyat aniq. Men faqat bir xil til, ya'ni hozirgi zamon Uyg'ur tilini tavsiya qilib keldim, ham shuni ishlatishni tavsiya qilaman. Bu yerda boshqa yiziqlarni aralashtirib, yangi yiziqdan yaqinda yana bir atalmish latin yiziq paydo bo'lib qolibdi. Bular faqat nima bo'ldi deganda, shu burundan qolgan yiziqimizni qalaymuqamlashtirishdan boshqa hech qanday maqsad yetmaydi deb qarayman. Chunki men ham bugun vaqtim rost keldi, sizlar baldir davlatay, meniki yana 4 minut vaqtim qoldi. Men bu yerda yana bir boshqa yerda bir meni saqlab turgan odamni olib, men 4 minut vaqtni bersanglar, men shu to'g'riliq azroq ko'z qarashimni tushuntirib o'tgan bo'lsam, endi mening bilishimcha shu yaqin zamon Uyg'ur yiziqida bir asosan ikki qatim o'zgarish bo'ldi. Birisi bo'lsa shu yangi yiziq degan narsa. U 60-yillardan boshlangan, 65-yillar rasmiy mukammallashgan butun Sharq Turkiston rayonlarida hukumat tarafidan majburiy shu barliq Uyg'urlarga shuni o'rganmaysa bo'lmaydi deb shu burundan qolgan bizning chag'atay Uyg'ur yozig'ini shu mazgil yo'qotish maqsadi bilan, ya'ni siyosiy maqsad bilan shu bir mazgil qattiq davron selinib shuni tarqatgan. U 30 yildek davomlashgan. Ba'zilar 20 yil, 10 necha yil davomlashdi deydi. Amaliyotda 30 yildek davomlashdi. Ta bugunga qadar mening bildigan nurg'un savodxonlarimiz, ularning olimlar bor, tilshunoslar bor, hatto Xitoy mamlakatlik akademiklardan tortib bor. Shulardan tortib shu ko'z qarashdi. Ular shu vaqtlarda shuni ishlatgan, hozircha ishlatib kelyapti. Yenidan harflarni qo'shishga ular qat'iy qarshi, men unga qarshi. Bu bir. Demak, Sharq Turkiston rayonida uningdan burun 65-yildan burun xatolashgan yerim bo'lsa 65-yildan burun u yangi yiziq degan narsa, latincha yiziq degan narsalar mavjud emasdi. To'g'ri, bir mazgil masalan ruslarninki Siriya yizig'i, ya'ni Slavik yizig'idan shuni bir mazgil ishlatgan bor. Lekin umumlashgan til, ya'ni Uyg'ur hozirgi zamon tili, ya'ni shu ba'zilar ko'ni yiziq deydi, men uni ko'ni yiziq deb qaramayman, men uni Uyg'ur hozirgi zaman til yiziqi ilib bersa deb qarayman. U bir. Shuning bilan nima sababdan 83-yilda tuyuqsiz oldi yana ko'ni yiziq qaytimiz deganda bu yerda bir siyosiy bir nima borku. Men bu to'g'riliq mening ko'z qarashim nima degan chaqda hammamiz bilamiz, Xanyi Pinyin degan narsa bor. Pinyin degan u Xitoyning ijodiyati emas. Pinyin harflari qaraydigan bo'lsanglar, Pinyin harfininki hamma harflari amaliyotda inglizchadagi latin alfabetidan kelgan. 26 inglizchadan ustiga u degan harfni qo'shiblar, 27 orqali Pinyin qilgan. Nima uchun vaqtida Xitoy shu Pinyinni o'tirib qo'ydi degan chog'da? Chunki u vaqtlarda kompyuterlar, kompyuter taraqqiyoti 70-yildan boshlangan. 70-yildan boshlab Xitoylar o'zlarining xatlarning masalan 50 necha ming, 60 ming bo'lganda 100 mingda xatlar bor. Shu xatlarni kompyuter qilishda butun Xitoy tavasida hech kim uni bir taraf qilamagan. Lekin Uyg'urlar latin yozig'ida hamda shu latin Uyg'urlar bu kompyuter taraflanish nihoyat tez bo'lib ketgan ahvolga keldi. Xitoylar agshamay qoldi. Shuni qanday bo'ldi deganda ko'p yerda shu araliqda ko'p yana shu bizda aslidagi Uyg'ur ko'ni yiziq qaytayli deb 83-yildan boshlab yana butun maktablarda bir kecha degidek butun yangi yozishlarni tashlab ko'ni yiziqqa o'tish to'g'ri keldi. Xo'sh, bu to'g'riliq uzun so'zlab, meni 1 minut qoldi, vaqtim qoldi, uzun so'zlab ketsam bo'lmaydi. Shuningdan siz deyotgan siyosiy maqsad nima? Siyosiy maqsadni oydin qilib o'tami?
til yazık. Ya siyasi maqsad bilan bo'lyapti demoqchiman ku. Men mana 83 yildan keyingi hozir ishlatayotgan shu hozirgi zamon Uyg'ur tilining tarqalish doirasi qanday degan chog'da butun Sharq Hindistonda shundaymi 83 yildan boshlab maktab bitirgan barliq Uyg'urlar shu hozirgi zamon Uyg'ur tilida yoza oladi. Yezib endi bularni hammasi uyg'unib ketganda, masalan, mishada yosh bolalar bor, Uyg'urcha maktabda o'qiganlar bor, yangi yezikni to'nmaydi. Biz yangi yezikni to'naymiz, qo'ni yezikni to'naymiz, uningdan keyin serilikni to'nalaymiz. Lekin bolalar yangi yezikni o'qimaydi, Uyg'urcha maktabda o'qigan bolalar. Uningdan burungi qo'ni yezik orqali ani o'qimaydi. Shuning bilan bir xil qalayimqanchilik bo'lyapti. Endi avval gapimga qaytib kelsam, 83-yildan tortib bugunga qadar Uyg'ur hozirgi zamon yezigi umumlashib bo'ldi. Hamma odam degani maktabda o'qiganlar Uyg'ur bo'lgan biz uni to'na oladi. Endi ko'p 2000-yildan boshlab, yana 2008-yil deyman. 2008-yilda bir qancha olimlar deb bir yerga yig'ilib ashadi bir yig'in ichiblar. Bu Uyg'ur yana bir latin yezigi kerak, kompyuter taraqqiyotining nimasiga erishilmay qoldi. Ilg'am sababidan biz yana bir latincha yezikni o'ttirib qo'ymasak bo'lmaydi deb bumi bir kechida bo'lgandek bir ish bo'ldi. Men shunday qarayman. Qanday deganda 2001-yili. Albatta nima konferens 2001-yili ochilgan, uning xabarim bor. Ana 2008-yili demakki men bu ijtimoiy to'rlarni, kompyuterning taraqqiyoti bo'lib, endi bularning hammasini kompyuterlarda yozish umumlashib boshlagan. Uningdan burun mesela Amerika'da biz şu asasen yeni yazıkını asas kılan demek İngilizce 26 harften bevasıtlı yazdıgan ahvallar xeli bo'lgandi. Abay men o'to'g'riliq so'zlab жүрмейman. Uyg'ur language'da otqanda shu bo'yicha yozilgandi. Endi hozirgi bugungi kunda nima uchun yani tuyuqsizlik shu latinchani yozib qo'y. Yana nima deganda yana bir avlod savatsiz Uyg'urlarni tarbiyalab chiqish uchun maqsad qilayotgan deb qarayman. Chunki men yangidan latincha o'rganganlar qanday bo'ldi? Ular qo'ni yezikni to'namaydigan bo'lib qoldi. O'z vaqtidagi yangi yezikni to'namaydigan bo'ldi. Uning ustiga Olimjon afandim degandek 17 yezikimizning ustiga 18-yezik tonishtirilgan bo'lib, bizning tilimizni texmi qolgan. Shuning uchun men shu hozirgi zamon Uyg'ur tilini ama uni leksiyadan ba'dan shu erkinchilik afandim o'tiribdi, siz o'tiribsiz, mishada nurg'un shuni anglayotgan tilshunoslarimiz, olimlarimiz, yozuvchilarimiz hammamiz bor. Biz birli yezikda yezishni qanot yaydiraylik. Shu vaqtda bizning avlodlarimiz foydasi bo'ldi deyman. Mening bugungi gapim tugdi, hamda hozir manglasam bo'lmaydi. Ammalar kechirgaysizlar, bizning olimlarimiz Erkin Sidiq, Olimjon Hüseyin efendimler yani bu to'g'riliq agar yana suhbatlashishimiz deydigan bo'lsangiz men tayyor. Rahmat hammalar. Bo'ladi, Alloh rozi bo'lsin. Bu Sağ olun, rahmat. So'zning oxirini men Erkin kamga beraman. Uningdan burun agar to'g'riliq kam qaytilgan bo'lib qolsa, mayli, chunki zaten bu uchimizningki nim qilish nimasin biroz test bo'ldi vaqt nimasi. Ama işkiranını oңшып algan bolsam, undan keyin Erkin kişinin sözlerini devam kılaversin, ben işkiranını özüm oңшабay. Ben bir so'l so'rang, ondan keyin so'zimni davom qilaveramiz. Deydigan gapim shu hozir To'g'liqjon bilan nimaninki Olimjonninki biz sözünü anlap öttük. Olimjonmi bu til yiziq yangi tushunishi bu bir millatga jiq nima olib keladi, o'zi yana olib keladi dedi. Nima to'g'liqjonmi shu hozir Uyg'ur tilini ishlataversak, bundan keyin boshqa yiziqqa yangi tushunmasak dedi. Buningga qanday bir fikringiz bor? Shuni o'paqsam bo'ladi. U men uchun Olimjon aytdi yaxshi til sohasi bizning Uyg'ur tiliniki tarixiy arxiv ko'rinishi ve yakın zaman arxiv ko'rinishlar to'g'riliqni aytdi, undan so'zlab berdi. Menimcha hozir bu yezik o'zgartishniki foydasi, ziyni bu to'g'riliq paranglashadigan vaqt hozir emas deb o'ylayman. Nima desa Uyg'ur tili yo'qolib ketib boradi vatanda.
mayli ko'niz bo'lsin, mayli yengiz bo'lsin. Endi bu yerda rag'batni degandek, Olimjon elimizniki degan ma'rifat bilimlari nihoyatda muhim, buni Uyg'urlar tushunishi kerak. Men bu bilan nurg'un yangi narsalarni anladim Olimjondan. Va u soha o'zimniki izlangan sohasi emas. Shunga menga nurg'un narsa yangi tuyuldi. Burun bir qism maqolani o'qigan bo'lsam, uni bir izlanish darsiga olib olmaganman. Başka bu başka isimde kalmaktı iken. Anda hozir navbatda bizga hech qanday bir yeziq o'zgartirish kerakmi emasmi degan bir vazifa oldimiz tushgan yerimi yo'q. Hozir vatandagi ahvol intan echinishliq, mayli ko'niziq bo'lsin, mayli yengiziq bo'lsin, Uyg'urniki yeziqi tili hamsi yo'qolib ketib bordi. Ashta bu boshqa menimcha biz bundan keyin boshqa to'g'ri vaqtida hali shunday bir ahvol ostida biz o'zimizniki tilini, yezigini, milliy kimligini qanday saqlab qolamiz degan masala to'g'riliq bakrak boshqatganimiz yaxshi. Yaqinda ehtimol xabarlarda ko'rgansizlar, hozir Uyg'urcha viviskalar e'lon ketib turibdi. Ondan keyin yana 2 kun oldin bir yangi xabar chiqdi. Hozir nasl ismini qolmoqdi. Ahvol echinishliq. Ahvol echinishliq burun bu maktab cheklangan, hozir shu ishg'ollardan shakllanganligi o'tirib chiqyapti hozir. Bu bir intayin cho'ng fojia Uyg'urlarning beshib kelgan. Ashta andan keyin men yaqinda anglagan ahvollarda aynan Uyg'urlarniki adabiyot kitoblari, tarix kitoblaridan tortib o'tgan davrda Qur'on diniy kitobini cheklanganligini ko'rdik. Nurg'un kitoblarniki, Qur'onlarniki ko'rilgan rasmlarni ko'rdik. Hozir endi bu to'lqin kengayib adabiyot kitoblari, tarixiy roman, muşlarning hammasi o'tibdi bu ish. Shunga chet elga chiqarilgan Uyg'ur kitoblari bundan keyin bir go'har bo'lib qoldi bizga. Chet eldagi Uyg'urlar endi shu go'harni o'zidan saqlab, bo'lsa undan o'rtaq foydalangan bu yo'lda biroz izlansak bo'ldi. Men uchun navbatda biroz meniki ko'nglimda davomli shu til masalasi kelgan chog'da hozir o'ylayotgan ahvollar shu. Ayni vaqtda qo'shliq ma'rif to'g'ri izlandim. Bu chog'da qo'shliq ma'rif degan bir narsa yo'li qo'yilgan vatanda. O'sha biroz bir qism ahvollarni o'zgartirish imkoniyati bor edi. Hozir ularning hammasi ketdi, ya'ni kelmasga ketdi. Hozir endi bu vatandagi Uyg'urlarning tili intayin bir xatar ostida qoldi. Bizda hozir yeziq o'zgartirish bu masala mavjud emas. Unda bir oldimiz vazifaga yer yo'q. Abadan Olimjon degandek Uyg'ur arab yezig'i bilan Uyg'urlarning yezig'ini keshkasini kengaytirdi. Muhim o'rni bor. İnkar qilib bo'lmaydigan muhim o'rni bor bugungi kunda. Bunun ustiga bu sohada bizga hozir bir yengishni qilsak bo'lmaydigan ishmi yo'q. Bu iqtisod allaqachon izga tushib, masalan, yumshoq detallar bor. Arab yezig'ini latin yezig'iga o'zgartirib bo'ldi, latinchani arabchaga o'zgartirib bo'ldi. Andan keyin har bir o'zini Uyg'ur deb yashayotgan Uyg'ur egasi uchun 30 karra o'rganish tas emas. Men burun bizanniki maqolalarni yozgan, buni leksiyalarni yozgan. Men latincha o'qigan. Birinchi sinfdan boshlab latincha o'qigan. Men birinchi sinf vaqtimda dadamdan ko'niziq bilan Slaviya yezig'ini o'rganib olgan. Birinchi sinf vaqtimda. O'zim bir qiziqib o'rganib, o'shada bir avara qog'ozni deb olsam, harfini o'qib yoki o'shada yurganman. O'sha ismim bor meniki. Bir millatga haqiqiy kuyingan odamlar uchun buncha narsani o'rganish, biz mana shu o'z umrimizda o'rganishga tegishli narsalarni seç turgan chog'da tilga qochilgi yo'q uniki. Shunchalik kichik narsa. Ashla bu boshqa Uyg'urlarniki taqdirga ko'ngil bo'lgan hammadan o'rganib qo'ygan ashbisini hozir bu vaqtida ishlatayli. Ashla qilib shu orqali chet elda saqlaylik buni qancha saqlay olsak. Hamda muhim deb o'ylayman. Yani sizning demoqchi o'g'illar yaqindan beri mush to'g'ri sohasida bo'layotgan shu til o'zgartimiz, yeziq o'zgartimiz degan gaplar yoki Uyg'urcha hozirgi zamon tilini o'zgartiril yoki pinyin ishlataylik degan gaplarning hammasi bu aslida quruq bir ishlar yoki bizga bir foyda olib keladigan bir ishlar emas demoqchi. Bu ishni Olimjon men bundoq qildim, men deb qo'ygan Olimjon to'g'ri kelsin. Bu qanday ishlasa, men Qozog'istondagi Uyg'urlarga o'zinglar uchun bir latincha yeziq tanlanglar deb bir fursat beribdi Qozoq hukumati.
fırsat beripdikan, endi bu Qozog'istondagi Uyg'urlar o'ziga mustaqil bir latin harfi tanlagan chog'da qanday tanlaymiz deb, buningda shu til sohasida uzun muddat ishlab kelayotgan bir to'p mutaxassislar yig'ilib hozir shu Qozog'istondagi Uyg'urlarga bir layni o'tirib qo'yib endi bu yerdagi bizniki vatandan kelgan Uyg'urlarniki bizniki hammamizning tashabbusi 2001-yil birlikka kelgan shu 30 şeritni aynan qabul qilish. Nimishqa desa, dunyodagi Uyg'urlarda o'rtaqlik qancha ko'p bo'lsa, u biz uchun foydali, o'zini saloqlash foydali. Shunga Qozog'istondagi Uyg'urlar bir xil harf, O'zbekistondagi bir xil harf, Turkiyaga bir xil harf emas. Uyg'urlar dunyoning nari bo'lishida qat'iy nazar shu ayni vaqtda vatanda birlikka keltirgan latin yozuvini ishlasak degan tashabbusni o'tirib ko'ryapmiz. Biz vatanda kelganlar. Endi Qozog'istondagilarniki o'ziniki o'ylashganlari bor ekan, ancha ba'zi farqlar. Hozir shu imkon bor, qanday qilib shu farqni azaytib biriklaymiz degan mundaq bir masalada bir muzokara tadqiqot guruhi hozir. Bunun ichida olimjon bor, olimjon tilshunos, men da sirtning kuzatuvchi yani bunun ichida. Mundaq qanday qilib yozib bizdan gap yo'q hozir. Yani demek ki oğullar Orta Asya'daki Uygur kıyırdaşlarımız mı? Şu Şarkı Türkistan'daki Uygur halk işletevatkan hazırki zaman Uygur ilipbesini işlesi takım yakışı demek istiyor. Bu aslında Uygur ilipbesiniz kasında vatkalınız olmaydı. Bilmem ki Arapça yapıcı, Latince degen de değil. Abaytın ben degende Kazakistan'daki Uygurlarga üzerler için bir Latince harfini tanlanlar diyen fırsatını veripti. Kazakistan hükümeti. Şu harfini tanlash bosqichida hozir shunday vaqt turibdi. Shuni qanchiltimiz degan. Endi bizning tashabbusimiz, vatanga kelgan tashabbusi imkon bor. Burun 2001-yili bizning vatanda birlikka kelgan harflar ishlasanlar deb shuni tashabbus qilyapmiz. Shunlar bilan ularniki fikriga hurmat qilib, ularnikini anglab, qanday birlikka keltirib bo'lamdi, yaqinroq keltirib bo'lamdi degan masalasida izlanish bo'lyapti hozir. Bir to'p mutaxassislar. Hacı adam var, onun için hem tilshunos ko'pinchisi mana bir şey bo'ladi. Lekin bizniki vatandagi Uyg'urlar yoki vatanda kelgan Uyg'urlar uchun qandaqdir bir yez o'zgartirish masalasini o'zlamas hozir. Meni bilishimcha. Undaq narsalar o'tirib chiqib boqqanim yo'q, undaq bir jarayon yo'q hozir. Olimja siz to'xtab qo'ysangiz bo'ladi. Bu mundaq ish. Endi bu Uyg'ur Arab yezigi, ya'ni bugun yangi yezig deb atalayotgan Arab yezigi ming yillik taraqqiyot jarayonida mukammallashib eng oxirgi pillaga yetgan. Shu bizning ko'ni yezigda, ya'ni yangi arab yezigida hech qanday bir masalamiz yo'q. Butun Uyg'urlarniki Uyg'ur tilining butun fonetik sistemasi to'liq bir shaklda ifoda qila oladigan bir saviyaga yetdi Uyg'ur ko'ni yezigi. Bundaq ahvollarda bizning yezig o'zgartirish ehtiyojimiz yo'q aslida. Ammo bu 2001-yili Ürümçi'de bizning tilshunoslarimiz bir ara kelib, bir ilmiy muhokamaga o'tkazib, bir yangi latin kompyuter yezigi deb atalgan bir latin yezigi loyihasini o'tirib qo'yib, buni umumlashtirishga kirishgan. Hozir 17-20 yildagi bir vaqt o'tdi bu alifbaning yezigini qo'llanayotganligi, ishlatayotganligi. Hozir qanday bu jihatga yaxshi bir nim bo'ldi, tajribaga ega bo'ldi. Yani bu şu internet torbalarda, kompüterde bu yangi yezig işletilyapti. Endi hozirgi meniki tashabbusum bunda. Bu yangi yezig işletmaslik masalasida mening pozitsiyam bunda. Bu hozir latin yezigi o'tish bütün Türk dünyasida bir asas yakın haliga keldi. Bu 1991-yili İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'de bütün Türk dünyasına kelgan tilshunoslar, olimlar bir araya kelib ve muhokama qilib, bütün Türk dünyası için, bütün Türkiye tillar için ortak bir şekilde ortak elifbe tüzüp bergan. Bu elifbede 34 tane harf var. Bu 34 harf bilan har qanday Türkiye tilinin şu fonetik sistemasi ifodalagili bo'ladi. Şuna bu loyiha o'tirib chiqqandan keyin Azerbaycan, Türkmenistan, O'zbekiston qabul qildi. Keyin Tatariston, bu Krim tatarlari qabul qildi, Gagavuzlar qabul qildi. Bu hozir bu yil o'tgan yil Qozog'iston bu latin yezigi o'tishini qaror qildi. Shunday ahvol aslida Uyg'urlar bu Türk dünyasidan ayrim qolmasa,
bu Türk dünyasında çetnep yapmışsın, ayrım kalmışsın, başka türlü bir hareket yapmışsın de bu Latin yazıkında publikleşini teşebbüs kılıvatımız. Yani bu biz teşebbüs kılıvatımız Latin yazıkı Türk dünyası için belirlengen ortak Türk elifbesi. Ne için ortak Türk elifbesi mühim diye vaxtda hazır bu Türk dünyasındaki Türk Dil Birliği'nin mühim asasıdır ortak elif. Bütün Türkiye halklar eğer ortak elifbe işlerse bunların dili asta birbirine yakınlaşıdı. Yakınlaşkandaki bir milli medeniyet, milli kimlik ve medeniyet kimliği şekilleniyordu. Ve bu şekilde kelgisi bir Türk dünyası birliği, yani Türk birliği diyen bir hukum oturup çıkıyor diyen nişan bilen bunu teşebbüs kılatmız. Çünkü bu şunun oşaş bir teşebbüs 1920 yıllardan boğan. Mesela İsmail Gasparali diyen bir Tatar alimi bütün Türk dünyasının ortak dil ve ortak elifbe ve ortak dilini hasıl kılış, berpa kılışını oturup koygan. Şu vaxtda 1930 yıllardaki Uygur, Şarkı Türkistan'daki matbuatlar karaydan basımız, kitaplar karaydan basımız, şu vaxtda bütün Türkiye milletlerindeki, Türkiye dillerindeki alaylığını mücessemleştirgen bir dil göreleysiz. Bunun içinde nurgun Türk diline ait nurgun unsurlar, amillar var, Tatar diline ait nurgun amillar var, Özbekçe mi var, Kazakça mı var. Uşunda bir emceş bir dil yaratılgan 30. yıllarda. Bu 40. yıllarda devam kılan bir hadiseydi. Bu uşunda bir misal var. Şuna Türkiye'de yine aynı şekilde tüm Türkiye milletler içinde ortak bir dil yaratış için ortak bir dil berpa kılış için bütün milletlerindeki bütün Türkiye milletlerinin yazıkını birleştirişini teşebbüs kılmadıdı ve şunun bilen hazır bütün Orta Asya'daki Türkiye milletler Latin yazığı yani ortak Türk elifbesi ötüşünü karar kıldı ve muşundak ehval aslında Uygurlar bundan çet kalması lazım diyen maksat bilen Uygurlarının ki şu yeni yazık işletişini teşebbüs kılıvatmız. Bu bir siyasi nişandı elbette. Ama ilmi cihetini karıyor vakitte Uygurlarının ki bu yazık almak için şu anda hiç kanat verilmesi yok. İhtiyaç yok. Zaten konu yazığımız zaten bizimki Uygur dilinin bütün fonik sistemini ifadeleyen seviyede. Yani bir cihetten bu yakında birkaç yıldan beri Kıtay'da hemen köygendek siyasi resim teğimi eğerleşip gitvatıdı. Uygur dilindeki işitiliş dairesi tarayıp gitvatıdı. Uygur yazıkındaki işitilişi şekillenevatıdı. Bu radikalizm diyen bahane bilen Kıtay hükümeti şu İslam dinini hatırlatıdığan İslam dinini köşetilen her kanunda şu amilini, unsurunu ve elementlerini yok tutuşvardı. Bu noktada karşı vakıtta bu Xitay'ın ki yakında bu şu Uygurlar'daki konu yazıkın, Arap yazık asasında işlengen konu yazıkını emelini kaldırıp ihtimali var da karayman. Çünkü bu bizdeki konu yazık, Arap yazık İslam dininden ki, İslam Kur'an yazıgıdır ve Arap yazık asasında meydan kelgen. Xitay bununla nime közetmesi mümkün. Bu yazının çokum yakında çokum emelini kaldırıldı da oylamayın. Ama şunu bilen birge bu konu yazık emelden kaldırılırsa onda kandak yazık oturup çıkıyor diye vakitte yani memlekette hazırki işletilatkan yeni yazıktan taraflık garip bazı yazıklarını teşebbüs kılatkanlar var. Benim en çok korktuğum endişelendiren neyse bu. Yani hazırki yeni yazıklarına okşamaydıgan. Xitay özününki yazıkını okşamaydıgan kalite bir yazıkını oturup koysa bu vakti bizim işimiz nayet tez. Buna hazırca şu yeni yazıkını mükemmelleştirip konu yazıklarından birle işinlik dursak da oylayın. Yani Xitay özünü... Ben bir resim sorulay. Alimcan şundaqda Türkiye'de hazır şu Türk dünyasındaki Latince yazılarını birlik keltiriş şundaq bir hareket jarayonu mevcut mu hazır? Mesela iş var mı? Hazır şu mevcut. Hazır bütün şu ötken ay
Ankara'da bir ilmi muhakeme yığını ötküzüldü. Türkiye tilli ülke devletler kurultayı diyen bir kurultay açıldı. O kurultayda bütün Türkiye milletlerine kelgen, Türkiye Cumhuriyetlerine kelgen bilim adamları şu ortak elite meselesinde müzakere kıldı. Buna ait hazır Türkiye'den ait gün tertip çeken ciddi bir mesele. Hazır şu bütün Orta Asya'daki cumhuriyetler bu Latince ötüşünde bir neve geldi, oyun yakın haline geldi. Fakat tabii ki mesele şu, 1991 yılda şu Marmara Üniversitesi'nde açılgan yığında ortak birlikte gelgen Türk dünyası ortak elitbesideki harflerin bir kısmı işletilmeyaptı. Mesela Azerbaycanlıkla kubul kılmakta olanlıki yazığı şu ortak elitbedeki harflerden %95 ayın okşaş. Lekin %5% okşamaydan tarafı var. O Türkmenler okugandı mı? Yani Türkmenlerdeki yeni yazıdaki harflerinin %95'ini ortak Türk elitbesi okşaş, lekin %5%'inde okşamaydı. Özbeklerinin uçunda, Kazaklarının uçunda. Hazır en çok talas olan meseleler şu. Lekin bunda da karışınız ama Türklerin özünün yazıdı mı? Mesele var. Mesela en az 4 tane harf kem Türk elinde. 29 harf var. Aslında bu 32-33 buluş lazım. Şuna Türklerin özünün yazıkında bir problem mesele var. Ama şunda bosma bu Türk dünyasında hazır işletilip atıkan yeni yazıklarının %95'ine okşaş. %5'lik bir farklılık var. Bu %5'lik farklılıkını biz zaman içinde hal kılalayımız da oylayımız. Mesela Uygur yeni yazıdaki 4 tane harf var. Ç, Ş, G dedik. 2 harf bilen ifadalanagan. Bularni bu çok mesele emas. Bularni tüzütüş hazırki teknolojik terakkiyat mutlaka hech qanday mesele emas. Bir kompüterde hemen bularni almashtirish mumkin. Sizga bir savolim bor, Alimjon. Ehtimol ko'p odamlarning bor bo'lishi mumkin. Şu birlikte keltirilgan Türk Latin yazıgının içinde Uygurlarniki 32 harfinin hemisi var mı? Toluk var mı? Toluk var. Hemisi şu 32 harf bilen 34 harf var bu ortak Türk elitbesinde. 34 harf. 34 harf bilen Uygurçadaki hakanda tavışının ifadeliği buldu. Ne için 34 top kaldı? Efendim? Ne için 34 top kaldı ya? Çünkü bazı Türkiye tillerindeki fonetik sistemimiz bilen Türklerindeki Türkiye Türkçesindeki ve Uygurçadaki okşamaydı. Kazaklarda, Türkmenlerdeki tilinde bizde bulunmayan bazı tavuklar var. Şunların ifadesi için koşulan nesler. Yani bir mühim sual. Aslında şu yığında şu Türkiye milletlerinin Latin yazısını birlikte keltiriş işini amelge aşırış bir vakit cedvelidek bir narsa oturup çıktı mı? Bu hem de asasen nişan Türk dünyasında ortak Türk elitbesi. Hazırki eminleşken ehval karganında %95% okşaş, %5% okşamaydı ama bu kelimesi de devamlı şu elitlerin vakti ilmi muhakeme yığınları da konferanslarda bu devamlı gün terk kelip bunu özgertişke tirişivadı da. Bu %95 okşaş bolgandan tabii kalan %5% insanlar özünün tirişçanlığına öğrenmesini bulduğun näsem. Türkiye'nin özünün nimesi de nişanda bir boson deydi. Eğer bir boson deydi ama Türkiye'deki elitbesini özgertiş lazım aslında. Bazı kem kalan tavşanın koşup koyuşlar. Ama albertte bir siyasi irade var. Siyasi irade var. Ama bunun eminleşmesliği meşhur ama bu çok mesele emas. Eminleşmesi %95 okşaş degenge bu çok mesele. Eğer bu Uygur Latin yazısı bilen boğan farkı kançılık? Uygur Latin yazısı bilen boğan farkı nayet az. Bu 4 tane 5 tane harf var okşamaydı var. Mesela Ç, Ş, G, ne mesela biz ne diyoruz? Türkiye ne bilen ifadeydi. Bir de H bilen D'nin farkı yok. K bilen K'nin farkı yok ama Türkiye elitbesindeki kavuşta. Yani 5-6 tane
eğer kem bulan to'lg'andan keyin qolgani oson. Bence o bizdeki qo'sh harflar masalasi. O qo'sh harflar masalasi hal bo'lsa, asosan Turkiyadagi ishlatilayotgan latın yozulan %99% o'xshash bo'lib ketadi. Shu qo'sh harf masalasi hal bo'lib ketsa. Asosan nima yo'q, cho'ng masala yo'q. Allah razı olsun. Hazır biz 3 nuqtani so'zlab o'tdik. Vaqtimiz nihoyat tez o'tib ketib qoldi. Uyg'urlarning tarixda 10 necha xil til yiziq, ya'ni yiziq almashtirganligi va bu yiziq almashtirish jarayonida nurg'un nimalarga, qiyinchiliklarga duch kelganligimiz va duch keldiganligimiz. Undan keyin yaqinqi zamonda Xitoylarningki Uyg'ur hozirgi ishlatayotgan arab alfabeti arab harflarininki tuzilishi bilan bizningki qo'llanib kelayotgan Uyg'ur tilini yo'q qilib o'tish xavfiga duch kelganligimiz. Chunki men buning ishini yaqinda bir til tadqiqot doktori bilan paranglashib qoldim. Xitoy Uyg'ur tilini nimaga ilayotganligini dedi. Hozir shu sanduqqa ilib, hozir buni BDTga topshirish kerak ekan. BDTga topshirib etgandan keyin balkim Uyg'urlarga Xitoy tilini majburiy teng'ish mumkin endi. Hozir olimjinikam dedi, bu qandaq bir til ma'lum g'arib, ya'ni g'ayri bir tillarni nim qilishi mumkin. Dedi, menchi Xitoy o'zining tilini, Xitoy yiziqini ishlatishni majburlashi mumkin deb qaradim hozirgi surat qarg'a vaqtida. Xo'sh. Uningdan boshqa dunyoda hozir Türk millatlarininki bir yerga kelgan yiziqini ishlatishni tashabbus qilib, buni ijod qilganligi va buning jiddiy tutish qilayotganligi bu asos Turkiyada jiddiy bir aktiv nim qilayotganligini deyishgan bo'ldik. Buni inshaalloh oldimizda kunlarda yana paranglasak, chunki bu bek cho'ng tim bo'lganligi uchun aslida olimjinikam bilan biz bir tim bu tim ustida shu ayrim nim qilsak bo'ladi ekan. Bo'lmasa bu bir soat ichida biz bundoq cho'ng narsaga javob topolmaydi ekanmiz. Erkin kam qunjiq so'z berolmadik, chunki bu vaqt nihoyat tez o'tib ketib qoldi. Allah razı olsun, sizlarning eng oxirgi so'zinglarni olgandan keyin men shu programmani oyoqlashtirsam, yana bir qatimliq programmada taxmin tafsiliy paranglashamiz inshaalloh. Olimjinik, sizningki eng oxirgi so'zlarni olay. Bizga bu yaxshi fursatni yaratganingiz uchun sizga, Husayn afandiga ko'p rahmat aytaman. Mening oxirgi deydigan gapim shu, Uyg'urlar hozir qatmuqat destin va zulmga uchrayotdi. Lekin ümidsizlikka qat'iy yer yo'q. Biz umidsiz emas. Uyg'urlar cho'qim g'alaba qiladi. Chunki bir millatning tarixida bu 100 yil, 200 yil degan gap hech qanday narsa emas. Biz millatimizni saqlab qola olsak, 500 yillik kim bo'lsa-mu, cho'qim biz erkinligimizga erisha olamiz. Hozirgi masala shu millatni saqlab qolish, dinni saqlab qolish. Bunun için ko'p tirishchilik ko'rsatyapmiz. Qarindoshlarimiz bu haqda ciddi ishlayapti. Albatta, bizning yosh o'smirlarimizni, avlodlarimizni shu milliy tildan, milliy ong va kimlik bilan tarbiyalasak, o'zimizni saqlab qola olamiz va o'zimizni saqlab qolish asos nishon bo'lishi lozim hozir. Ama biz eğer kelgusi nesillar, kelgusi avlodlarimiz o'zining milliy kimligini saqlab qola olsa, bu kelgusida tarix cho'qim bizga Uyg'urlarga berib chiqish yo'li beradi deb o'ylayman. Yana bir jihatdan bu Xitoydagi cho'ng bir millat, ya'ni millat bilan bir kurash qilish oson emas. Agar bu kurashda o'zini saqlab qola olsak, Uyg'urlar dunyoning eng cho'ng qahramoni deb hisoblanishi lozim. Chunki qarshimizdagi dushmanlar cho'ng, bunday dushman bilan elish oson emas. Bularning qarshısida yo'q olmay mavjudiyatimizni saqlab qola olsak, biz zafar qozongan bo'lamiz. Şu an biz mag'lub emas. Hozir bütün Uyg'urlar oyoqda va qat ketib turyapti. O'zini yo'qotgani yo'q. Shunga Uyg'urlar qat'iy ümidsizlikka tushmasligi lozim va o'zini g'alaba qilgan deb hisoblashi lozim. Biz elbette bunun kelgusida Uyg'ur avlodlarimizning, yoshlarımızın qanday yetilishi va o'sishi va haqida
albatta biz qo'limizdan kelgan butun tirikchilikni ko'rsatamiz. Allah razı olsun. Erkin Kamp'ninki ahırlık sözünü alsam. Albatta o'tirdi kirganligim uchun ko'rmanlardan hol so'rashni tuqatıman. Assalomu alaykum aziz ko'rmanlar. Degan sizlar bilan qaytadan yuz ko'rishgan aytib qo'shal. Lekin Husayn inimiz sizga ko'pdan ko'p rahmat. Siz shuncha nachar sharoitda bo'lsangizmi, nihoyatda jiq tirishlarni ko'rsatib, har haftada mushtaq leksiyadan nachar ulashtiryapsiz. Siz davomli meni ta'sirlantirib tursiz. Allah razı olsun. Shunga sizga ko'pdan ko'p rahmat. Aziz ko'rmanlar, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Meniki matlubningki batariyasi tugayli deb qoldi. Kârketim görüşküçe aman bulunlar. Hayır hoş Allah emanet. Allah razı olsun. Alimcin ikamdan Allah razı olsun. Ma qarindoshlar nurg'unlagan inkaslarni yozibdi. Sizlarga umr tilabdi. Allah rahmat qilsin debdi. Sizlar ustozlardan biz faxrlanamiz debdi. Undan keyin bir qarindoshimiz ashundaq til tadqiqot yig'inlarida Alimcin ikamdan bir narsani o'tinibdi. Ya'ni xalqaro yig'inlarda Uyg'urlarningki tilini qo'g'dab qilish to'g'riliq chiqarib bir xizmat qilsa ekan. Debdi Allah inşallah bu to'g'risida aldığımız kunlarda paranglashimiz. Erkin Kam bilan shu oldimizda gapda inşallah bizningki koinot haqida qissa degan bizningki davomlashib kelayotgan programmamizda shu oldimizda gapda inşallah Erkin Kamning zamoni chiqsa buni davom qilamiz. Ma inkaslarni sizlar ko'rolmadinglar, nurg'un qarindoshlar duo qilibdi. Aslında Rahmet. Bunda programmalarninki formatida 1,5 saatdan 4 saatgacha davomlashi kerak ekan suhbat nimasi, ammo bizning qarindoshlarimiz biroz qisqa bo'lganligi uchun shunday majburan qisqa qilishga majbur bo'ldik. Amaliyotda bu suhbat bir temani ichib berish, unda 1 soatda 45 minutda tugamaydi ekan. Inshaalloh oldimizgi zamonlarda qisqa bo'lsin-mi, shu Uyg'urlarning til yoziq masalasi ustida yana programmamizni davom qilamiz. Hammadan Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Yani bir qıtımlık görüşkiçe aman bolanglar. Alimcin ikamga men Allah'a diyen bir rahmetimi bildirme. Hayır, köp rahmet. Allah rahmet. Allah Rahmet.